Bola sizlar bilan bugun Zegovuz. Bugun suruv qilamiz degan video bo'ladi. Xullas, qanunda go, mana ko'rasizlar, bironta mod qo'shganim yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa mod qo'shganim yo'q. Xullas, mana unda kiramiz mirga. Okey. Oppa, mana mirdan spam bo'li bolalar. Mana o'zimcha salomlashim bo'lmaydi. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan yana bir bor Zegovuz. Da bugün estilar nima suruvroq qilamiz degan video bo'ladi. Hech qanaqa mod qo'shmasdan o'zim bir o'ynayim kelib qoldi. Shuning uchun hozir ana endi suruvroq qilamiz. Qanunda ketib daraxtga qo'ysak, xullas ana endi hozir biz taxta yasavoramiz va verstak ovozim boshqacha kelyapti. Uzr bolalar, gripmi bo'lib qoldimi shekilli. Okey, ana endi birinchi bo'lib oppa qilamiz va kirka yasavorsak, men qayerdan olishimni bilasizlar toshda va kerimtaga kirib ketamiz. Oppa. Okey. Oppa. Hozir endi toshli yasalar yasab olaman. Birinchi bo'lib kirka yasash kerak, chunki kirkasiz hayot yo'q. Oppa, endi bemalol qilaveramiz. Okey. Bola Telegram kanalimga obuna bo'linglar, chunki bitta bir-biridan qiziq modlarni tashlab turaman. Yangi Telegram kanal ochdim. Sizlarga kerak bo'lsa Ziko Minecraft xullas bo'lsangiz chiqadi. Endi Telegram kanalda aytaman, sizlarga sovg'a bor. Agar men 150 ta bo'lsam, 150 ta bo'lsam, sizlarga sovg'am bor. Sovg'a bo'lganda ham zo'r sovg'a u. Va hozir toshlarni bir stak olsam, bir stak ham shart bas, shu 40 bas, endi bir stak qilib ketaman xullas. Sizlarga shuning uchun birinchi bo'lib xullas bir stak qilishim kerak taxtdan. Gapim kelishmay qoldi. Xullas, toshni bir stak qilaman tez. Sizlar videoni to'xtatib. Va bolalar, bir stak bo'ldi. Endi kiyishim kerak bu yerda. O'zi kiycham tushib qoldi. Zombilar bilan assalomu alaykum deymiz endi. Yo, biray men qo'rqitmanglar, men o'zimman bitta. Keyingi safar Dream ham qo'shishim mumkin. Ana Dream o'zi yana Dream deb kelakan bo'lmanglar. Dream o'zib kelishim ham mumkin bolalar, chunki o'zim o'ynasam qo'rqib qoldim. Oldingi safar nima bo'lsa-da, Minecraft'im o'chib ketdi, chunki o'shan yer o'chib ketdi. Shuning uchun boshidan boshlayapman. Xullas, bir balo bo'lar endi. Hoppa. Taxtalar ham taxta endi. Taxtadan 40 ta chiqsam yetadi, chunki taxta ko'payib ketadi. Chunki taxtaga aylantiraman-da. Vaqtroq chiqmaydimi? Shu vaqtroq chiqmaydi-da. Xullas, to'xtatib turaman. Yo, bilaman, mana men bunaqa topib oldim. Ko'mir, ya'ni menga kerakli narsa. Ko'pi ham ko'p chiqadi. Bu shunisi yomon-da, bu merezdi. Shunaqa ko'p chiqadi. Voy, ko'p chiqaverganidan hozir toshim 57 top qoldimi? Bir stakida. Bo'ldi. 60. Bo'ldi, narsa yasadim.
keyingi safar mod qo'shishim ham mumkin, chunki o'zi bu zerikarli bo'lishi ham mumkin sizlar uchun. Shuning uchun men qo'shaman narsa. Nima narsa? Horror. Horror degani bu horror degani. Endi mana daraxtlar ham kelyapti, cho'ta. Shulardan quraman anu. Shulardan quraman, ko'nglim tusaganidan qo'ray. Temir chiqib qolsa hozir zo'r bo'lardi, chunki temirga muhtojman. Bu daraxtlardan kam. Ana u yoqda bor ekan. Da ketdik u yoqqa. Borsak, ha bo'ldi, temirmikan debman. Okey. Hammasi oq daraxtmi o'tdi? Yo-mayo. Holimga maymunlar yig'laydi shekilli. Bu yerda g'or bor ekan. Va tupik. Divana yashashimiz kerak demoqchi edim. Vau! Senlar keragingiz menga va men yotoq yasa olaman. Sen keraksan menga. Qochma, qochma, bitta o'ladigan qo'ysin. Okey. Menimcha bu oq daraxtdan quraman, chunki oq daraxt ham yoqadi. Eng yaxshi ko'rganim shu oq daraxt. Okey. Dasturxonni oldim. Endi uxlasam bemalol chirog'im ham bor. Mening molim bor. Stop. Bu yurib turaveramiz. Men qurganimda bu bilan ferma quraman. Ferma. Ili bo'ldi, yetadi shuncha daraxt menimcha 19 ta. Bir stakdan oshdi menimcha. Yetmasa kerak deb o'ylayapman-da. Shuning uchun yana bir shu tacha daraxt yig'ib o'shanda yetib qolsa kerak. Hozir menda 6 ta bo'ldi. 5 ta daraxt tugataman xolos. Oppa, men hozir 17 ta yig'ib qo'ydim. Endi bu aniq yetadi. Yetmasa ham qilaman boru. Shunchalik ko'p taxta yig'dimki. O'zini ishda yig'dimmi? Farqi yo'q, ochiq joyga ketish kerak endi. Ya'ni mashlardan qursam bo'laverar. Demoqchi edim, yo'q ekan. Ajitcha yuramiz unda-da. Qursam videoni ham tugataman, chunki 8 minut. Qurguncha o'ram 10 minut bo'lib oladi, xullas. Shuncha vaqtinglarni olib beraman. Qisqacha vaqt o'zi men uchun qancha vaqtligim bilasiz. Jobray! Nima bu? Voydi. Shuni ko'rmaganimda qaranglarda bolalar. Menda boshidan zombini ham ovozi keladi. Necha blok bu? 3. Ya'ni endi men 4 5 ta qilishim kerak. Oppa. Okey. Va oppa qilamiz-da. Hop. Okey. Wow, jonim ketdi. Endi oppa qilamiz. O'lib qolmasam bo'ldi shuna sakrashlardan hozir.
okey. Bratlarimiz kela boshlayapti endi baqa. Men yatoq yasamasam bo'lmaydi. Zverstagim bormi meni desam bor ekan. Hozir bitta uxlab olsa, hammasi juda ham yaxshi bo'lib ketadi. Hoppa, Voy, birinchi kunimiz esa tugadi. Va nihoyat birinchi kun tugadi va ikkinchi kunga ham o'tib oldik. Va mening toshlarim tugadi. Desam, o'zimga bitta variant qo'yibman shekilli. Yommayo otvordi. O'zi bu ham videomizni tugatib berar ekan. Hammalarga xayr bolalar. Sizlar bilan qisqacha vaqt ichida ko'z bo'ldi. Xullas tugadi. Chiqib ketavering obuna bo'lib. Xayr.